Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun cholg'u ijrochiligi fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotimizni olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi Sayri Lola asari bo'lib, Odiljon Nazarov musiqasi. Asarimizni eng avvalo tahlil qilib olsak. Asarimiz tempi, ya'ni surati sho'x, ya'ni tez tempda ijro qilinadi. Asarimiz 2/4 o'lchovida yozilgan. Asarimizning tonalligi do majorning parallel minori la minor tonalligida yozilgan. Ya'ni umuman belgisi yo'q. Faqat tasodifiy belgilari mavjud. Bu yerda sol diyez, do diyez, bu yerda la minorning garmonik va melodik holatlarini uchratishimiz mumkin. Asarimizda notani qisqartiruvchi belgilardan repriza va segna belgilari ishtirok etgan. Bilamizki, repriza belgisi bu qaytarish belgisi hisoblanadi. Segna belgisi ham qaytarish belgisi hisoblanadi, faqat bu kengroq tarkibda olinadi. Ya'ni bir segnani ichida bir qancha reprizalar belgilari ishtirok etishi mumkin. Notani uzaytiruvchi belgilardan liga va ligata belgilari mavjud. Asarimizda nota cho'zimlaridan 16 talik, nimchorak, chorak va yarimtalik notalar ishtirok etgan. Ba'zi joylarda nuqtalik notalarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Asarimizda 16 talik, nimchorak, chorak pauzalari ishtirok etgan. Endi asarimizni ijro qilamiz. Asarimizda kichik mavzular bilan sekin-sekin, ya'ni 4 takit, 8 takit bo'lib sekin-sekin ijro qilishimiz kerak. Sanagan holatda albatta. Xo'sh, birinchi mavzuni ijro qilib beraman. Sekin tempda. Dastlab forte, mezzo forte, mana bu yerda 16 talik notalar va yarimtalik notalar ishtirok etmoqda. Undan tashqari ligato belgisi ham mavjud. Ligato belgisi bu notani uzaytiruvchi belgilar hisoblanadi. Ikkita yarimtalikdan bitta butun notaga hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. 16 talik pauza va 16 talik notalardan iborat dastlabki asarimizning dastlabki bosqichlari, qatorlar. Mana endi yanayam sekinroq ijro qilamiz, tushunarli bo'lishi uchun. Xuddi shu holatda, sanagan holatda aniqroq qilib, diyezlarga bu yerda tasodifiy belgisi mavjud, sol diyez e'tibor bergan holatda ijro qilamiz. Bu kichik mavzuni ijro qilib bo'lgandan keyin keyingi kichik mavzuga o'tamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, 3-qatorda piano va crescendo belgisi qo'yilgan. Crescendo belgisi ikki xil holatda qo'yilishi mumkin. Chizma holatda
she'r qaytadan. Crescendo belgisi ikki xil holatda qo'yilishi mumkin. Crash deb yozib qo'yilishi mumkin yoki chizma holatda, xuddiki samolyot uchganday holatda qo'yiladi. Mana shunga e'tibor bergan holatda ijro qilamiz. Yana bir marta keyingi mavzumizda ijro qilib beraman. Xuddi shu holatda, sanagan holatda taqma-taqit takrorlashimiz va aniq ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Bu mavzuni ham to'liq o'zlashtirganingizdan keyin dastlabki birinchi va ikkinchi mavzuni qo'shib ijro qilishingiz kerak. Endi keyingi mavzumizga o'tamiz. Xuddi shu 8 taktimizda bo'lib ishlab olamiz. Buni bir necha bor takrorlaganingizdan keyin keyingi mavzumiz xuddi dastlabki boshidagi mavzumiz yana takrorlanadi. Mana endi navbat avjiga keldi. Avji bu qisqa, kichik mavzudan iborat. Buni sanagan holatda sekin-sekin ijro qilishimiz kerak. Asosiysi barmoqlarni joy-joyiga qo'yish kerak. Xuddi shunda asarimiz aniq va ravon chiqadi. Xuddi shu holatda buni sekin-sekin mashq qilib olamiz endi. Mana bu kichik mavzumuzni ham o'rganib oldik. Buni bir necha marta takrorlashingiz kerak bo'ladi. Kamida 8-10 marta mashq qilishingiz maqsadga muvofiqdir. Endi navbatdagi mavzumizga o'tamiz. Navbatdagi mavzumuz ham xuddi shu boshida takrorlanadigan mavzulardan biri. Bu yerda ko'rdikki, bir nechta reprizalar
mavjud. Undan tashqari segna belgisi qo'yilgan. Hozir biz segna belgisiga yetib keldik. Ana endi yana segna belgisi qo'yilgan joydan takrorlaymiz, ya'ni avjidan. Mana asarimiz ham yakunlandi. Sizlar har bir kichik mavzuni alohida ishlab, keyin umumiy o'z tempida ijro qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga asarimizni o'z tempida, ya'ni sho'x tempda boshidan oxirigacha ijro qilib beraman. Mana hurmatli tinglovchilar, asarimizni boshidan oxirigacha ijro qilib berdim. Oxirida bitta fermata belgisi bor. Fermata belgisi bu asarning mazmunidan kelib chiqqan holatda cho'zish. Sizlarga topshiriq, asarimizda kichik mavzularga bo'lgan holda alohida ishlaysiz va uni kamida 8-10 marta takrorlaysiz. Undan keyin keyingi mavzuga o'tib, keyingi mavzuni ham xuddi shunday mashq qilib olasizda, keyin qo'shib ijro qilasiz. Asarimizni xuddi shunday qilib muvaffaqiyatli tarzda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.